O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Dollar kursi rekord tushganidan so'ng yana ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 45,26 so'mga ko'tarildi va 12.456,25 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 223,82 so'mga qimmatladi va 14.461,71 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,02 so'mga pasayib 158,36 so'mni tashkil etdi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.